Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'ijdon qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Mana juda chiroyli, ideal holatda chiqdi bu darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana har tomondan. Xudo xohlasa, o'ta chiroyli. Joyiga ham plotniy bo'lib o'rnashdi bu darvozamiz. Eniga 320, bo'yiga 3,5 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. 1 kvadrat metrdan 900 ming so'mdan, ofis summasi 10 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamizni materiallari bilan tanishtirsak, darvozamiz stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi akalar. 8 ga 8 profil, taglari shiviller bo'ldi. Ichidagi listlar esa 2lik listda. Juda baquvvat holatda olib kelib o'rnatildi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Listlari 2lik, profillari 1,7 stenadan bo'ldi. 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi darvozamizda. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana ruchkalariga qora nejvenkalar qo'yildi. Kraskalar mokriy asfalt, devo rangda bo'ldi. Devo kraska, xudo xohlasa kraskalarga ham garantiya. Ancha yil xizmat qiladi darvozamiz ham. Zamoklarga kelsak, zamoklari zobur zamok. Yaqin 5 yil 6 yildan beri o'rnatyapmiz shu zamokdan, ishonarli. Haligacha отказ qilgani yo'q. Mana orqa holatlarini ko'rsatamiz. Darvozamiz orqa holatlari, mana orqalari ham tekis, plotniy bo'lib, tepalariga lazer listdan qilib berildi mana. Setka qilib, sal havo aylanib turgani. Qilindi, orqalari tekis holatda. Juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimiz bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi, xudo xohlasa. Doim kuzatib boringlar aka-ukalar. Keyingi videolarimizda kraska sepish jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Kraskadan oldingi holatlarini, xudo xohlasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.